Biz ham podkursga kelib, ya kommentariylarda shu bomba deb yurish yo'q. Haqiqiy bombani biz ham podkursdan ko'rsanglar bo'ladi. Nash reaksiyasini boshlab ko'rib olamiz. Reaksiyasida ammoniakni yo'q qo'shmoqda periodik azotlar chiqar ekan. Periodik azotlar suvga chaqib chiqadi. Yo'q degan vaqtdan quvvanya beradi. Şimdi çökmeni filtrasyon jarayonlarimiz. Bunun filtrdan foydalanışımız çökmeni ajratishni tepedagi tashkilasa filtrat. Filtrat nima degan masalani bilgan boshida shunday e'tibor bersa, pastdagi esa filtrat bo'ladi, tepedagi esa çökme bo'ladi. Nash bugungi reaksiyamizda o'rganib oldik. Cho'kmani hosil bo'lishini o'rgandik. Keyin cho'kmani hozir filtrlashni o'rgandik. Boshda filtr qog'ozni qo'ydikdan cho'kmani ajratib oldik. Hozir cho'kmamiz qora qo'ng'ir rangdagi cho'kma ekan. Chorno buri svet. Hozir buni qurishini kutib turibmiz. Qurgandan keyin salgina cho'pmi yo bir ta'sir bo'lgandan portlab ketadi. Mana shunga chalib qo'ydik. Quloqlaringizdan beklab o'tsangiz bo'ladi. Kommentariya like bosib qo'yinglar, bizlarga podpiska bo'lib qo'yinglar. Podpiska.